Okalar eksklyuzivniy uchastka ko'rganmisizlar hayotingizda? High-tech eksklyuzivniy uchastka. Orqamdagi manzaraga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Qaki kelganimni o'zi bilgandirsizlar. Telebashga shunday ko'rinib turadi. Yunusobod xotira maydoniga kelganmiz, okalar. Xotira bog'i mana mana shu yerda shunday joylashgan bo'ladi. Yunusobodda eng topoviy lokatsiyasi bo'ladi, okalar. High-tech uchastkamizda 3,5 sotuvga joylashgan. Men turgan joyim terrasa qismi bo'ladi. Bitta baho berib qo'yinglar. Nima deyapti okalar? Gap bo'lishi mumkin emas. Kech payt shunaqa chiroyli ko'rinadi shahar. Qaranglar, zo'r yechim qilibdilar-da. Bu uchastkani olgan odamchi dachaga ham chiqib o'tirmaydi. Qaranglar, dachadagi bor sharoit mana shu uchastkamizda bor. Tennisning stoli bor, besetkasi bor, mehmondorchilikasi, oshna og'aynilar kelsa, kettu terrasiga deb mana shu yerda mazza qilib mehmon kutsanglar ham bo'ladi. Mana tapchanning zonasi bor, o'zini besetkalari bor. Uchastkada o'zi ko'p pul yeydigan narsa bu elektrisita bo'ladi. Ayniqsa qish kunida kotelning xonani o'ziga normalniy pul ketib qoladi, ya'ni elektritsitaga uy isitish uchun. Mana akalar, katta plusi mana shu quyosh paneli bo'ladi. Bu quyosh panelni o'zini bemalol ishlatib foydalansa bo'ladi. Kerak bo'lsa 16 soat svet bo'lmasa 16 soatgacha ta'minlab berar ekan. Bu katta plus bo'ladi. Ham cho'mchakni ekonom varianti. Endi mana shu muzikani eshitib videoni oxirigacha ko'ringlar. Agar men o'zim gapirib obzor qilib beradigan bo'lsam, video ancha cho'zilib ketadi. Shuning uchun obzorni bitta ko'raverasizlar. Takrorlayman go'yoki hammasi tushga o'xshab ketar. Bu tushni ongimda ko'rganday men bo'ldim. Yurgan izlaringni men topa olmadim. İşon sensiz bir an ham yashayolmayman. Beg'uborliging oldida bosh egaman. Saratonga soya, tunga oy kerakdek. Sen menga keraksan. Nechun ikkimizni ay taqdir tanladi. 3,5 sotuvlik xonadonimizni ko'rdinglar. High-tech uchastkamizni bitta fasadini remont qilsa bo'ldi. Umumiy xonalar soni 8 ta, naqd 5 ta sanuzliga ega va terrasa qismini ham ko'rdinglar. Okalar, bunaqa uchastkalar har doim chiqavermaydi. Pastda men egalarining nomerini qoldiraman. Endi narxini o'zlari bilan bemalol talashib tortishib, savdosini qilsanglar bo'ladi akalar. Tez telefon qilamiz.